Endi prava olish uchun avtomaktablarda o'qish shart emas. Ijtimoiy tarmoqlarda shu kabi videolar keng muhokamalarga sabab bo'layotganligi tufayli vatanparvar jamoasi ushbu qaror yuzasidan batafsilroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 25-oktyabrdagi 676-sonli qaroriga muvofiq endi 2026-yil 1-fevraldan boshlab A yoki B toifadagi haydovchilik guvohnomasini olmoqchi bo'lgan talabgorlar faqatgina avtomaktablardan amaliy mashg'ulotlar, ya'ni vojdilik kurslarini oladilar. Vojdilik kurslari tugagandan so'ng sizga avtomaktab tomonidan sertifikatlar beriladi. O'sha sertifikatlar bo'yicha imtihon markaziga borib, bemalol siz nazariy va amaliy imtihonlarni topshirishingiz mumkin bo'ladi. Qisqa qilib aytganda, 2026-yil 1-fevraldan boshlab endi faqatgina avtomaktablardan amaliy kurslarda o'qiysiz. Nazariy bilimlarni olishni ixtiyoriy ravishda o'zingiz mustaqil ham tayyorlanishingiz mumkin. Hozirgi kunda Qamashi vatanparvar avtomaktabida barcha toifalar bo'yicha nazariy hamda amaliy kurslar mavjud. Batafsil ma'lumot uchun biz bilan bog'laning.